Ha, bugun Namangan viloyatiga o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotlovlarimizdan ikkitasini dastavka qilib beryapmiz. Bittasi 15 kilovatlik, 120 kvadratlik xonadonga ustanovka bo'ladi. Bitta ustakamiz ikkita zakaz qildilar. Bittasi 30 kilovatlik, 250 kvadratlik xonadonga ustanovka bo'ladi. Ikkalasini ham bunker qismi 45 kilogramm atrofida ko'mir oladi. Bittasi 30 kilovat, bittasini 15 kilovat deyapmiz. Bittasi 150, bittasi 300 kvadratga. Bunker sig'imi bir xil, faqat buni orqa teplanmanisida farqi bor. 1 metr pastga tushib, 1 metr tepaga chiqadi, 1 metr pastga tushib, 1 metr tepaga chiqadi. O'tin yoqasini, ko'mir yoqasini 4 metr issiqlik aylanadi. Orqa teplanmanligida 30 kilovatligimiz. 15 kilovatligimiz bo'lsa, buni ham ko'mir sig'imi 45 kilogramm, bitta pastga tushib, bitta tepaga chiqib 2 metr teplanmanli aylanib ketadi. Hammaga kotlovlarimiz narxi qiziq. 2025-yil 2-iyun sanasiga kichkina 15 kilovatlik 7,5 million so'm bo'ldi. Katta 30 kilovatlik 8 million 300 ming so'm bo'ldi. Kimga shunaqa kotlovlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sklatimizda hozir sotuvda tayyor kotlovlar bor. Aloqaga chiqinglar. Shunaqa qilib, xudo xolasa dastavkasini qilib beramiz. Videoga like bosamiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani. Pastdagi raqamlarga Telegramdan lokatsiyasi o'zini yozsalaring, joyimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Bizda rossiyskiy, turkiy o'zimiz ishlab chiqargan har xil 20 xildan ortiq kotlovlar bor.